Assalomu alaykum hurmatli gadjet shinavandalari, hurmatli youtuberlar, aka, uka, opa, singillar, tadbirkorlar yoki kelajakdagi tadbirkorlar. Siz bilan har doimgidek To'rayev Akmaljon va Akmal.uz jamoasi. Bugungi videomizni sarlavhasidan ko'rib tushunib turibsiz. Biz sizga qanday qilib WeChatdan QR kodsiz ro'yxatdan o'tishni ko'rsatib tushuntirib o'tib ketamiz. Qanday qilib deyishingiz mumkin. Aslida olganda bu juda ham oson. WeChatga kirgandan keyin ko'p kishi odatda telefon orqali birdaniga ro'yxatga o'tishni boshlab ketadi. Va oxiriga kelib turib, WeChat'i bor do'stingga aytgin, mana bu QR kodni bitta skanerlasin va biz seni ro'yxatdan o'tkazamiz deydi. Lekin savol tug'iladi. Do'stingiz bo'lmasa qanday qilasiz? Bunaqada sizga bu yerda oylikda har qanday shunaqa xizmat ko'rsatadigan, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin odamlar bor. Qanchadir pulga sizda o'sha QR kodni tashib bersangiz, ular ro'yxatdan o'tkazib beradi. Yoki bo'lmasam, undan-da xavfsizroq, mutlaqo bepulga videomizni ko'radigan bo'lsangiz, hech qanday QR kodsiz WeChatdan ro'yxatdan o'tishni va qisqacha kerakli bo'lgan funksiyalarni, qisqacha ma'lumotlarni aytib o'tib ketamiz. Aziz do'stlar, kanalimizning statistikasini qaraganimizda bizni ko'p kishi obuna bo'lmasdan kuzatyapti ekan. Bu to'g'risini aytsam ozgina achinarli holat. Agar bizni kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yib, Xitoy bilan biznesni boshlamoqchi bo'lgan do'stingizga bu videoni jo'natib qo'yadigan bo'lsangiz, hammaga manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Videomiz sizga yanada yoqimli bo'lishi uchun qo'lingizga bir piyola issiq choy yoki bo'lmasa muzdekina sharbatni olasiz va videomizni, bugungi dasturimizni ochiq deb e'lon qilaman. Demak, bismillah deb boshlaymiz. WeChatni o'rnatdik. O'rnatganimizdan keyin ochamiz. Ochganimizda bizni mana bunday holat kutib oladi. Registratsiya po nomeri telefoni yoki VIT. VIT bu kirish. Agar sizda WeChatda ochilgan bo'lsa, telefon nomeringizni kirgizib kirsangiz bo'ladi. Demak, bizda ochilmagan, biz ro'yxatdan o'tamiz. Registratsiyani bosamiz. Mana bu yerda bizda ikki xil taklif qilyapti. Registratsiya po номеру mobilного telefona. Telefon orqali o'tish, keyin registratsiya через Facebook. Agar biz Facebook orqali kiradigan bo'lsak, QR kod bo'ladi. O'sha QR kodni chetlab o'tamiz. Agar sizda aytaylik WeChat'i bor tanishingiz bo'lsa, o'sha QR kodni jo'natishingiz kerak bo'ladi. U QR kodda siz bemalol skanerlab beradi, keyin kirsangiz bo'ladi. Demak, hozir mana Facebook orqali kirib ko'ramiz. Demak, kimdadir agar Facebook bo'lmasa, создать новый аккаунт qilamiz. Mana bu yerda начать, ismingiz, bahadal ketdi. Dальше keyingisini bosamiz. Mana to'lgan kunda kirgiz deyapti. Bu yerda taxminiy uramiz. Keyin dalya bosamiz. Murskoy mana. Telefon nomerini yozamiz endi. Demak, telefon raqamini kirgizganimizdan keyin dalya bosamiz. Продолжить создание. Parol. Parol kirgiz deyapti. Bu yerda parol kirgizamiz. Сохранить данные для входа. Сохранить qilib qo'yamiz o'zimizga. Qabul qilishni bosamiz. Shu bahona Facebookdan ro'yxatdan o'tishni ham ko'rib oldik. Facebookga kirganingizdan keyin avtomatik yana birdaniga WeChatga qaytaradi. U yerdan ro'yxatdan o'tkazib tugatib qo'yasiz va hech qanday sizga QR kod kerak bo'lmaydi. Mana bu yerda nomeringizni tasdiqlang deyapti. Mana SMS orqali tanladik. Kodni bu yerga kirgizamiz. Dalее. Ruxsat berish bosamiz. Разрешить. Registratsiya Facebook orqali qilamiz. Mana bu yerda mana haligi продолжить как baha davom ettiramiz. Ruxsat berish bosgandan keyin mana endi bo'lsangiz, marhamat, mana baha dal chiqdi. Telefon raqamingizni kirgizasiz. Shu bilan ketdi. Bu yerda O'zbekistonda tanlaysiz. Demak, 91lik. Parol. Biz endi Facebookdagi parol teramiz. Mana bu yerda tanishib chiqdim deb galochkani qo'yamiz va qabul qilish va davom etishni bosamiz.
Yana nachatni bosamiz. Yana bizga kapcha цветок magnoliya gul tanla deyapti. Margaritka mana yana gulni tanla deyapti. Bo'ldi. Проверка безопасности. Mana o'tdik. Marhamat, mana kodni kirgizamiz. Kodni kirgizganimizdan keyin keyingi degan tugmani bosamiz. Marhamat, mana bu yerda siz bemalol adreslaringizni kirgizib oling deyapti. Kontaktingizda kim WeChat bo'lsa, o'shalarni taklif qiladi. Okey bo'lsangiz, ruxsat berishni bosasiz, bu analiz qilib chiqadi va bemalol mana понятно. Bemalol do'stlaringiz bilan ko'rishib, bu yerda gaplashsangiz bo'ladi. Demak, mana endi Facebook orqali siz bemalol hech qanday bir QR kodsiz ko'rsangiz bo'ladi. Manaki kanallarda уведомленияларni qo'shsangiz bo'ladi mana bu yerda. Manaki xullas bunday qilib qo'yasiz. Согласиться bosasiz. Rozi bo'lishni ketdik mana. Kontaktlarimiz mana bor ekan. Mana bu yerda mana ko'rsatyapti. Kimda bo'lsa o'zimizda o'zbek kontaktlarimiz mana bu yerda mana chiqib keldi kimda bo'lsa. Sinxronizatsiya qiladi va chiqib keldi. Demak, biz do'stimizni qo'shmoqchi bo'lsak, mana bu yerda plus tugmachasini bosamiz. Mana добавить kontakt deymiz. Telefon raqami orqali kirgizsak bo'ladi yoki bo'lmasa u bizga QR kodini ko'rsatsa, mana bunaqa pastdagini aytaylik siz Xitoyda yuribsiz, unda QR kodini ko'rsatsa, siz skanerni bosasiz. Skanerni bosganingizdan keyin bemalol unda QR kod qo'yib olasiz va yoki bo'lmasa mana bu yerda mana albom rasmda yuklab olib bemalol qo'shib olsangiz bo'ladi. Endi rasmini jo'natadi odatda. Qo'shib bemalol do'stga qo'shsangiz bo'ladi. Tak telefon orqali, radar bo'yinda anavi orqali qilsangiz bo'ladi yoki bo'lmasa mana bunday qilib telefon mana plus aytaylik telefon raqami orqali mana bunday bosib qidirish bosasiz mana добавить qilasiz. Mana добавить qilganingizdan keyin mana men принять bosdim. Demak mana qabul qilishni bosdik. Qabul qilgandan keyin mana bu yerda xuddi Telegramdagidek o'xshaydi. Mana bunday bosib ovozli jo'natsangiz bo'ladi. Mana Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Sonlaringiz yaxshimi? Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Sonlaringiz yaxshimi? Yoki bo'lsa mana bu yerda fayllarni jo'natsangiz bo'ladi. Video zvonok qilsangiz bo'ladi mana bunday qilib. Mana. Tak. Demak, yoki fayl rasmini jo'natsangiz bo'ladi. Bemalol fayllar jo'natsangiz bo'ladi. O'zimiz Telegramga o'xshaydi. Intellektualni hammasi juda ham oson. Местоположение, lokatsiyangizni ham jo'natib yuborsangiz bo'ladi. Endi bu narsalarni nimaga o'rgatyapman? Kerakli bitta funksiyasi bor. Bu yerda siz unda yana bosib parametrga kirganingizdan keyin безопасность учетной записи bosasiz. Kontakt для экстренных случаев. Mana shu yerga обязательно qo'shishingiz kerak. Blokirovka bo'lgan vaqtda siz do'stingizni mana bunday tanlab qo'shib qo'yadigan bo'lsangiz, unga murojaat qilasiz, u sizni anavi qiladi. 3 kishini qo'shish kerak deyapti, o'shanga vaqti bo'lmadi. Endi vaqti 3 ta do'st bo'lmaganligini hisobiga mana qarang, let's 3 emergent contacts request deyapti. 3 kishini qo'shgin deyapti. 3 ta do'stni qo'shasiz, blokirovka bo'lib qolsa yoki kimdir sindiradigan bo'lsa akkauntingizni bemalol u do'stlari sizga WeChat'ingizni ochishingizga yordam beradi. Demak, shunaqa bir xavfsizlik tarafdan shu narsani o'qigan. Shuni aytib o'tishga joiz deb bildim. O'ziga yarasha bir tartiblari ko'p WeChat'da. Misol uchun aytaylik, bir kunga bir 5 kishidan ziyod odamni kontakt qo'sha olmaysiz. Agar yangi ochib turib birdaniga ko'p kishini qo'shib tashlab, kanalni ochib tashlaydigan bo'lsangiz, avtomatik blokirovkaga tushib qolasiz. Bu juda ham muhim. Demak, yoki bo'lmasa mana aytaylik sizga mobil telefon orqali kimdir ro'yxatdan o'tadi va QR kodni jo'natadi. O'sha QR kodni siz skanerlashsiz, aytaylik bir oyda bor yo'g'i bir 2 kishini skanerlab WeChatdan ro'yxatdan o'tishga yordam berishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda обнаружениeni bosamiz, kanalni bosamiz. Bu o'tgandan keyin mana bu yerda o'zi generatsiya bo'lgan. Ko'rsatyapti mana shunchadan deb turib narxlarda. Lekin arzon narxlarga juda ishonib ketishingiz kerak.
How to use 1688? Foydali narsalar juda ko'p. Bir anaqa o'yinchi savdo sotiq qilaman degan odamlarga tadbirkorlar juda ko'p. Kiyimlarni mana bunday qilib chiroyli qilib aytaman. Agar videomiz sizga manfaatli bo'lsa, agar videom sizga ma'qul kelgan bo'lsa, Akmal aka to'liqroq, yaxshiroq tushuntiring, qanday qilib sotib olish kerak, qanaqa qilib aldanib qolmaslik kerak yoki bo'lmasa qanday qilib WeChat Pay'da to'ldirish kerak deb aytsalaringiz, biz kommentariyalarda albatta chiroyli qilib video qilib beramiz. Aziz do'stlar, o'ylaymanki videomizni mana shu joygacha yetib keldingiz va videomiz sizga manzur bo'ldi. Agar manzur bo'lgan bo'lsa yoki bo'lmasa manzur bo'lmagan bo'lsa, kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, shunday kommentariyaga tushib turib, eplolmading yoki bo'lmasa aytsangiz kamchiliklarni biz kamchilikimiz ustida ishlaymiz va videomizni yanada sifatliroq yoki bo'lmasa sizga yanada manfaatliroq qilib chiqarib beramiz. Yoki bo'lmasam aytaylik, siz haqiqatan oldin bunaqa ro'yxatdan, QR-kodsiz ro'yxatdan o'tishni bilmagan bo'lsangiz, minnatdorchilik bildirib qo'ysangiz ham biz juda ham xursand bo'lardik. Aziz do'stlar, agar Xitoydan siz biznesni boshlamoqchi bo'lsangiz va bunga qo'rqayotgan bo'lsangiz, narsa xarid qilgan yoki bo'lmasa Xitoyda ishonchli kargo tanlamoqchi bo'lsangiz, marhamat, bizning xizmatlarimizdan foydalanishingiz mumkin. Akex Cargo, mana Telegram kanal, telefon raqamlar, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. 10 kilodan yuqori yuk uradigan bo'lsangiz, unda kargomizning narxi naqd $2 boshlanadi va sekin o'zgarib ketaveradi. $2 bu hajmi kichkina, lekin vazni og'ir bo'lgan metall, har xil ehtiyot qismlari yoki bo'lmasa shunga o'xshagan zapchastlarga kiradi. Agar haqiqatan ko'rmoqchi bo'lsangiz, mana shu gapimni isbotin mana bu yerdagi videoga kirishingiz mumkin. Demak, yo'q, Akmal, men buyurtma berishdan qo'rqaman o'zim. Seni xizmatingdan foydalanaylik. Sen bizga xavfsizgina buyurtma qilib, o'sha biz xohlagan narsamizni shaffof, hech qanday bir tiyingiz hech qayerga yashirilmasdan olib kelib berishni mana biz eplaymiz. Atiga 15% xizmat. Aytaylik 1 millionlik narsa olib kelib beramiz, 150 ming so'm xizmatimiz bo'ladi. Sizga kerakli bo'lgan narsani arzon va ishonchli sotuvchidan sotib olib, qo'lingizga eson-omon butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Mana marhamat, pastdagi telefonga qo'ng'iroq qiladigan bo'lsangiz, biz sizni amringizga muntazirmiz. Faqat bozor kuni javob bermaymiz. Ish vaqtimiz ertalab soat 9 dan kechqurun soat 7 gacha tez javob bera olmay qolamiz. Ko'p kishi nechta qiladi, bilaman. Odam ko'p. Butun O'zbekiston bilan ishlaganimizning hisobiga har bir kishiga javob berib kelgunimizcha ancha-muncha vaqt ketib qoladi. Sabrli bo'lasizlar degan umiddaman. Siz bilan Akmaljon To'rayev va Akmal o'z jamoasi edi. Keyingi dasturda uchrashguncha, xayr.